Xitoy tajovuzchilari 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin namoyishni tashkillashda rol o'ynagan deb qarab, Uyg'urlarning mashhur turbatlaridan Salkin, Diyorim, Shabnam qatorliq tur bekatlarining boshqaruvchilarini qo'lga olgan edi. U kunlarda yana Uyg'urlarning nurg'un olimlari, ziyolilari iz deraksiz yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketgan olim va ziyolilarning Xitoy soqchi doiralari tomonidan maxfiy tutqun qilinganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari tomonidan sotqa tortilib jazoga hukm qilingan Uyg'ur jurnalistlari va tur bekat boshqaruvchilarining ismlari tuvandikicha. Orxun tur bekatining boshqaruvchisi Tursunjon Hezim 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uyg'urbiz tur bekatining boshqaruvchisi G'ayrat Niyoz 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shabnam tur bekatining boshqaruvchisi Nijot Azat 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Diyorim tur bekatining boshqaruvchisi Dilshod Barhat 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Salqin tur bekatining boshqaruvchisi Nur Eli 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoy doiralari sotqa tortilgan Uyg'urlar haqida ma'lumot berishdan bosh tortib kelmoqda. Uyg'urlarning bir yerga to'plashib, birlashib qilishidan o'lgidek qo'rqadigan Xitoy doiralari Uyg'urlar eng ko'p ziyorat qiladigan Diyorim, Shabnam, Salqin, Qoshtashi qatorliq tur bekatlarini taqib etdi. Va boshqaruvchilari har xil to'kmat va bo'ktonlar bilan qorinib qamoqqa ilindi. Ularga zulm qilindi, yoshlik bahori turmada o'tadigan bo'ldi. ...2011 yılı 3. ayının 12. günü Şarkı Türkistan Ma'rifa Hamkorlik Cemiyeti ayollar bölümünün uyuşturuşu bilen İstanbul'daki o'tir ve başlangıç mekteplarda okuvatkan Uyghur o'quvchilardan 50 ga yaqin o'smir İstanbul'daki tarihi makan Dolma Bağçı Sarayı'nı ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Ma'rifa Hamkorlik Cemiyeti Uyghur tili, dini, medeniyeti ve örüp adetlerini saqlab qilish, canlandırış ve qo'g'dab qilish maqsadida cemiyetga qarashliq ana tili sinifining boshchiligida haftaning har yakshanba kunlari İstanbul'daki o'tir ve başlangıç mekteplarda okuvatkan Uyghur o'quvchilarni yig'ib, sayli sayohat qildirish, tarixiy o'rinlarni ziyorat qildirish, bog'chilarga elib berib o'ynatish deganga o'xshash faoliyatlarni uyushtirib kelmoqda. Bu jarayonda Uyghur o'quvchilar o'zaro tanishmaganlar bir-biri bilan tanishib, o'zaro do'stlik hosil qilib, aralashib o'tadigan, to'plashib, birlikda yashaydigan muhit hozirlamoqda. BDT'nin Cenevada devam kılıvatkan 16. qıtımlık kişilik hukuk yığında Şarkı Türkistan meselesi yeni bir qıtım oturga koyuldu. Yığında Dünya Uyghur Qurultayının vekili Yana Brand Hanım Xalqaralıq Tinchlikparvar Radikal Partiyaning nomidan so'zga chiqib, Uyghur ziyolilarning cümleden Uyghur tor boshqaruvchilarining qonunsiz tutqun qilinish ahvolini o'tirg'a qo'ydi. In China, not only women human rights defenders suffer arbitrary detentions, but also human rights defenders and activists from ethnic minorities such as the Uyghurs. The report Yig'inning oldingi qismida Yevropa ittifoqining vakili Uyg'urlar va Sharqi Turkiston masalasini tilga elib o'tgan edi. Bugun tushdan burun yana Germaniya va Chex Cumhuriyatining vakillari Uyg'urlar va Sharqi Turkiston masalasi haqida to'xtaldi. Uyg'ur tur boshqaruvchilaridan Dilshod Barhat, Nur Ali va Tursunjon Hezim qatorliqlarning tutqun qilinish va kesilish voqeasi xalqaro jamoatning diqqatini tortgan.
Bo'libmi kishilik huquq tashkilotlari maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning qonunsiz tutqun qilish qilmishini qattiq ayiblagan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi bulturdan boshlab xatar ostidagi millatlar tashkiloti, Tinchlikparvar radikal partiyasi va vakolatsiz millatlar tashkiloti qatorliq dunyodagi nopuzliq tashkilotlar bilan aloqani kuchaytirib, ular orqali BDT yig'inlarida Uyg'urlarning ovozini anglatish fursatiga erishib kelmoqda. Yevropa parlamenti tarixiy xarakterlik jiddiy qarornoma ma'qullab, Xitoy doiralarining Uyg'urlarning Qashqar shahridagi qadimiy madaniy meroslarini cheqishni to'xtatishni talab qildi. Yevropa parlamentidagi 700 necha kishilik a'zoning mutlaq ko'p qismining birdek qo'shilishi bilan ma'qullangan qarornomada yana Xitoy doiralarini Qashqardagi Uyg'ur shahar aholisini majburiy ko'chirishni to'xtatish, Qashqarning BDT dunyo madaniyat meroslari tizimligiga kirgizish talablarini qabul qilishga chaqirgan. The next debate, which is on the situation and the cultural heritage of Kashgar. That Uyghurs have practically become a minority in their historic homeland. They need international support. Ancient Silk Road city of Kashgar is... Mr. Schering at Erdenberg for 1 minute. Thank you. Our debate today on the minorities in China happened a day after the recent decision of step up the human rights dialogue with China and make it more action-oriented and effective. Same threat looming over the city of Kashgar in the... Kuzatuvchilar mazkur qarornomaning tarixiy hujjat ekanligini ilgari surmoqda. 2,5 betlik qarornoma 2 mazmundan tashkil topgan bo'lib, birinchi mazmuni mazkur qarornomaning chiqarilishiga turtki bo'lgan sabablarga munosabatlik. Qarornomaning bu qismida Xitoyning $500 million mablag' ajratib, Qashqar qadimiy shaharni cheqishga boshlaganligi. Lekin buning Qashqardagi Uyg'ur madaniyat meroslarini vayronchilikka uchratganligi, Qashqar Uyg'ur madaniy kimligining simvoli bo'lish bilan birga qadimiy savdo va sayohat markazi bo'lish sifatida yetuk xalqaro qurilish merosi hisoblanganligi ilgari surilgan. Qarornomaning ikkinchi mazmuni Xitoy doiralarini Qashqarni cheqishni to'xtatib, uni qo'g'dab qilishga chaqirish. Qashqarni cheqishning munosabatlik xalqaro qonunlarga xilofligi. Yevropa komitetining Xitoy bilan bu masalani so'zlashishni talab qilish qatorliq mazmunlarda bo'lib, qarornomaning bu qismidagi talablarni asosligi tövandagi bir qancha nuqtaga markazlashtirishga bo'ladi. Ya'ni bu Xitoy doiralari Qashqarning arxitektoriyalik mavjudligiga tahdid selayotgan madaniyat vayronchiligini darhol to'xtatish. Qashqardagi Uyg'ur aholisini majburiy ko'chirib, ularni yetim o'ringa tushirib qo'yishga xotimi berish. Xitoy doiralari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston qatorliq davlatlarga qo'shilib, BDT Madaniyat ma'arif tashkilotining Yipak yo'lidagi dunyo madaniyat meroslari tizimidagi iltimosiga Qashqarni qo'shish, Uyg'ur va Tibetlarga qartilgan kamsitish va bostirish siyosatiga xotimi berib, ularning o'z madaniyatini joriy qildirish huquqiga hurmat qilish. Yevropa komissiyasi va munosabatlik organlarining Xitoydagi har qaysi millatning etnik, til va diniy haq-huquqini qo'g'dash yo'lida tadbir elishni talab qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. People near the coast should evacuate immediately to higher ground if they are. That warning was extremely good advice. Prefecture northeastern Japan, an intensity of 7 was recorded on the R2. 2011 yılı 3. ayının 11. günü Türkiye vakti etigen saat 7'den 46 etrafında Yaponiyanın Honshu aralının Şarkı Deniz sahasida qattiq yer tevreş yüz bergen. And this is a look once again at Kamaishi City in Iwate Prefecture. İgilneşe bu qitimqi yer tevreş tarixdagi eng cho'ng 7 qitimliq yer tevreşlarining biri ekan. Yer tevreş Miyagi aymaqining sharqidagi Tinch okeanda yuz bergan. Miyagi, Iwate, Aomori qatorliq aymoqlarda kuchlik tevreş sezim bo'lgan. Tokyodamo kuchlik yer tevreş sezim bo'lgan. Yaponiya meteorologiya nazorati ogohlantirib, yer tevrashda 6 metr egizlikda dengiz to'lqini paydo bo'ldi degan. Ommani bexatar joyda panohlanishga da'vat qilgan. Dengiz qirg'oqi va daryo eg'iziga yaqin joylarga yaqinlashmaslikka ogohlantirgan. Yaponiya soqchi doiralari e'lon qilgan ma'lumotga qaraganda, yer tevrashda 10 mingdan ko'p odam o'lgan. 8606 odam yo'qolib ketgan. 2285 odam yaralangan.
88 ming uy va bino yiqilib vayron bo'lgan. Munosabatlik amaldorlar o'lganlarning sonining texmo ko'paydiganligini bildirgan. Yer tevrashdan keyin Yaponiyaning Fukushima shahriga qurilgan yadro elektr stansiyasining 4 radioaktor gumbizidan 3da yeriq paydo bo'lgan va sirtqa gaz chiqib ketishga boshlagan. Bu stansiyada ishlayotgan 1400 kishidan 1350 kishi bexatar joyga yo'tkalgan. Qolgan 50 kishi hayot xavfiga qaramay xizmat o'rnidan ayrilmagan va gumbazlardagi yeriqni etib sovutish xizmati elib bormoqchi bo'lgan. Yaponiya xalqi uchun o'zlarining hayotini xavfga atgan bu 50 kishi Yaponiyada qahramon deb e'lon qilindi. Qazafi o'z xalqini qirg'in qilishni davom qilmoqda. Qazafi Liviyaning 3-cho'ng shahri Misratani muxolif kuchlardan elish uchun urush boshladi va Beng'azi shahriga hujum qilganligini bildirdi. Qazafi Liviyaning 3-cho'ng shahri 500 ming kishi yashaydigan Misrata shahrining yoshlariga xitob qilib, qoral etishni o'rganisizlar va urushga qatnashsizlar. Shaharni bir o'chum saranglarning qo'lida go'ro'ga qo'ymaymiz degan. Liviyaning asosli neft portlaridan biri bo'lgan Berigadada Qazafi kuchlari bilan qarshilashuvchi kuchlar orasida shiddatli to'qinish yuz bergan. To'qinishlarda isyonchi kuchlarning ojizlashib, kayniga chekinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Qoral va boshqa lavozimlar jihatda qiyinchilikda qolgan isyonchi kuchlar Qazafi qo'shinining havodan elib borgan bombardimonlari jarayonida jiq chiqim tartgan bo'lib, natijada bu kuchlar sharqdagi Ajdabiya va g'arbdagi Zuvara rayonlarida kayniga chekinishga majbur bo'lgan. Qazafining askarlari tunugun qo'zg'olonchilarning kontrolligidagi Misrata shahriga to'p zambirak bilan hujum qilgan. Natijada 11 kishi o'lib, 20 kishi yaralangan. Urush helimo ham davom qilmoqda. Qazafi kuchlari Beng'azi shahriga yaqinlashdi. Xabarlarga qaraganda Qazafi kuchlari qo'zg'olonchilarning markazi bo'lgan Beng'azi shahriga 160 kilometr yaqin atrofdagi Ajdabiya atrofiga o'rnashgan va Ajdabiyaga havo, tanka va to'p zambiraklar bilan hujum qilgan. Ammo u rayonning Qazafining qo'liga o'tgan yoki o'tmaganligi to'g'risida o'xshamagan uchurlar mavjud. Qazafi rejimidan munosabatini uzgan Liviyaning BDTda turishliq vakili Ibrohim Dabbashi xalqaro jamoat harakatga o'tmasa, oldimizdagi bir qancha soat ichida Liviyada cho'ng qirg'inchilik yuz beradi dedi. BDT bexatarlik komiteti bugun yig'in ochib, Liviyadagi vaziyat haqida muzokara olib boradi. Yig'in oxirida Liviyada uchish cheklangan rayon barpo qilish to'g'risida qaror olish uchun belat tashlandi. Liviyada davom qilayotgan ichki urush qo'shni davlatlarga, shundaqla butun dunyoga salbiy ta'sir yetkazayotgan bo'lsa-mu, ammo Liviyadagi bu qalaymaqonchilikqa qanday xotima berish masalasi to'g'risida dunyoda birlikka kelaligini yo'q. Alloh haqning ustida turib urush qilgan musulmonlarga yordam qilg'ay, nusrat ato qilg'ay. Sudah